Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz obunachilari. 3 xonali yaxshi remont holatidagi kvartira izlab yuribmiz. Mana o'sha kvartiraning kaliti qo'limda turibdi. Bu uyimizni bir kunda afont qilib, bir kunda ko'chib kirsangiz bo'ladi. Uyimizni bir boshdan obzor qilib o'taman. Asosiy kiruvchi eshigimizni, prixoja, shkoplarimiz bor. Bilasizlar, 700-800 dollarga yasatadi odamlar. To'g'riga o'tamiz. Oshxonamizga yaxshi mebellardan qilib qo'yganmiz. Uyimizda teplый pol isish sistemasi mavjud. Undan tashqari registrlar ham bor. Endi esa bu tarafga o'tamiz. Xo'p, bu xonamizni xohlasanglar kichik yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kichkina zal sifatida foydalansangiz bo'ladi. Lyustralarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu xonamizda o'zining alohida konditsioner ham bor. Uyimizda ikkita konditsioner mavjud. Mana bu lyustraning chiroyliligini qaranglar. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib ketamiz. Uyi remontlari sizlarga yoqyaptimi? Shu narsani kommentariyada yozib qoldiringlar. Juda ham chiroyli uy. Menga shaxsan yoqdi remontlari. Juda ham chiroyli qilingan. Eshiklarga e'tibor bergan bo'lsanglar, mana yaxshi sifatdagi eshiklar. Kamida 100 dollar tursa kerak menimcha. Mayli 100 dollar bo'lmasin, 900 ming, 800 minglarga balkim shunaqa eshik olarsiz. Albatta xato gapirib qo'yish ehtimolim bor. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, uzr. Xo'p, bu yoq tarafimiz esa uyimizning asosiy katta zali. Mana shu videoda ko'rib turgan hamma narsamiz uyda qoladi. Bu xonamizning o'zining konditsioneri ham mavjud. Mana shu ko'rib turgan pardalar ham qoladi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoq tarafimiz uyimizning alohida joylashgan yuvinish xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Yuvinish xonamizning o'zining kir mashinasi ham mavjud. Simisitillarga e'tibor beramiz. Yaxshisidan qilingan. Ozgina remont ishlari bor ekan, e'tibor bermaysizlar endi, bilasizlar-ku. Bu yoq taraf endi chistinka, hojatxonamizni tozaligiga e'tibor beringlar. Xo'p, bu yoq tarafimiz bolalar xonasi do'stlar, uyimizning. Mana remontlar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yaverasizlar har doimgidek. Yana qo'shimchasiga uyimizning narxi ham arzon. Xo'p, uyimizda aytgancha yana bitta plyus taraflarini aytib o'tib ketishim kerak. Keling tezroq hurmatli operator. Xo'p, bu yoq tarafimizda mana har bitta oynaga reshotkalar qo'yilgan, temir reshotkalar. Dom oldini ko'rsatadigan bo'lsak, o'zining chiroyli bog'i bor. Undan tashqari mashina qo'yish uchun parkovkalar, bolalar maydonchasi, kattalar dam olish uchun skameykalar bor. Yana qo'shimchasiga 5-bekat metrosiga 1,8 kilometr. Ya'ni siz ko'chaga chiqasiz, 5000 so'm bilan taksida 5-bekat metrosiga yetib olasiz. Nafaqat 5-bekat va yana qo'shimchasiga Yashnobod Qo'yliqqa qarab ketadigan metro liniya ham aynan mana shu nuqtada tutashgan. Xo'p, avtobus qatnovlari mavjud. Agarda xohlasangiz avtobus bilan yetib oling, taksi bilan yetib oling. Har doimgidek hamyonbop bo'ladi. 2 daqiqalik yo'l, 1,8 kilometr yurib boraman desangiz, menimcha bir 15-20 daqiqa yurib qo'shiq eshitib nostalgiyalar bilan yetib borsangiz kerak. Uyimizda 7 qavatli g'ishli domni 5-qavatida joylashgan. Xo'p, bizda hozir yangi hayot Sputnik 16A ga kelganmiz. Sputnik 16A ni kim bilsa, mana shu rayon haqida tushunchasi bo'lsa, agarda yashayotgan bo'lsa, yaxshi rayonligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda bilasizlar, endi o'zingizlar yashagan tumanni qanaqaligini bilasizlar albatta. Men shaxsan Sputnik 16A ni juda ham yaxshi rayon sifatida bilaman. Nima uchun? Metro yaqin, Korzinka yaqin, maktab, bog'cha, magazinlar, hamma shart-sharoitlar mavjud do'stlar. Poliklinikalar ham bor, transportdan muammo yo'q, ovqatlanish shoxobchalari, o'quv markazlari, yana nima qulaylik kerak bo'ladigan bo'lsa, tabizga qarab izlasangiz albatta paydo bo'ladi. Xo'p, endi esa uyimizning eng qiziqarli joyi, narxiga keldik do'stlar. 72 metr kvadrat, tayyor remont, mebellari bilan, texnikalari bilan, endi mebellar yo'q-u, pardalar, konditsioner, kir mashina, prixoja, kuxniy mebellarni yaxshisidan, endi kuxniy mebellar qoladi. Siz ham sanasa bu lyustralar bilan birgalikda uyimizning narxini 69.900 dollar so'rayapmiz. Kesinglar tepasi yana bir qismini gaplashamiz. Agarda siz ipoteka xizmati orqali ham foydalanib xarid qilaman desangiz bo'ladi. Albatta boshlang'ich to'lov bilan kelasiz. 30 ming, 40 ming dollar atrofida kelsangiz, menimcha yaxshiroq narxlarga oylik to'lov bilan chiqarsangiz bo'ladi. Uyimizning kaliti mana o'zimizda. Kelasizlar, bir kunda fond qilasizlar, sirazi ko'chib kirib yashasanglar bo'ladi. Iloji boricha naqdiga harakat qiling. Yangi yil kelyapti.
yangi xonadonlarda naqdga olgan hech kimdan qarzingiz yo'q, mazza qilib o'tkazasiz mana shu yangi yilni. Agar niyat qilgan bo'lsangiz, albatta obzorimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yamiz. Uyimizda yoqqan bo'lsa, o'shanga kommentariyada fikrlarimizni yozib ketamiz. Mana shu rayonda turadiganlar rayon haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsanglar, bilmaganlar o'zlari uchun tushunib olardilar. Uyimizdan tepli poli ham bor deganini aytdimmi yo'qmi? Aytdimmi? Yo'q, aytmadimmi? Tepli poli ham bor uyimizdan aytgancha, bemalol qo'shib olsanglar bo'ladi. Qishda mazza qilib yashasanglar bo'ladi qisqasi. Rahmat hammaga, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa uylar chiqarishda davom etamiz.